Шахрисапс, наполнен радостью и светом. Шахрисапс, тебе пою я песню эту. Aziz o'rtoqlar, mana biz Shahrisabzga ham kelib oldik. Yulduzli sayohatimizda yulduzimiz kim? Topamizmi? Qashqadaryo har doimgidek Shahrisabz bizni kutyapti. Amir Temur bobomiz bu yoqqa kelmaganlar. Kelganlar o'zlari bu umumiy kompleksning qurilishi boshlangan. Qarama-qarshi tomon to'g'rimizda ustozlari Shayx Shamsiddin Kulol va otalariga maqbara qurdirgan. Asosiy qabr 3 metr yer osti, oyog'imiz ostiga bo'ladi, dafn qilingan. Amir Temur va Mo'g'ullar o'rtasida, ya'ni Ilyos Xo'jaga qarshi Amir Temur jang olib boradi. Bu tarixda loy jangi yoki jangi loy deb nom qoldirgan. Juda ham ko'p. Xuddi mana shu, ha. I love Uzbekistan. Thank you very much. Okay. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi va iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash markazi taqdim etadi. Qashqadaryo Шахрисапс, наполнен радостью и светом. Шахрисапс, тебе пою я песню эту. Шахрисапс, наполнен радостью и светом. Шахрисапс, тебе пою я песню эту. Aziz o'rtoqlar, mana biz Shahrisabzga ham kelib oldik. Biz ziyoratlar qilishimiz kerak. Bugun qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Lekin biz yulduzimizni aniqlab olishimiz kerak. Bugun yulduzli sayohatimizda yulduzimiz kim? Topamizmi? O'zimiz topamiz. Ana! Yulduzimiz. Voy billah. Yuragim to'ldi mani, bu qalbim oldi mani janonam. Yaxshi keldingizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Jasmin, Hormang, qalaysiz? Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlar. Qashqadaryo har doimgidek Shahrisabz o'zini chiroyli gumbazlari, ko'ng gumbazlari qolaversa mana shunaqa nima deydi, sayohatga arzigulik joylari bilan bizni kutyapti. Tabiati, shabadasi, quyoshlar. Qani ketdik. Bu hozirgi turgan majmuamiz Dorut tilovat majmuasi. Buni qurilishini birinchi bo'lib Amir Temur tomonidan boshlangan 1370-yilda. Ya'ni bu nomidan bilishimiz mumkin, Qur'on tilovat qilinadigan joy, ya'ni maskan hisoblangan. Doimiy. Undan keyin buni kompleksni qurilishini yana davom ettirgan Amir Temurning nabirasi Mirzo Ulug'bek tomonidan katta jome, mana biz hozir kirganimizdan keyin o'ng tomonda ko'rinadi, katta jomeni Mirzo Ulug'bek ana shu bobolarini sharafiga qurdirgan. Bu 1435-1437-yillarda katta jome sifatida 14-15-asrga to'g'ri kelyapti. Xo'p, 14-asrning oxiri, 15-asrning boshida. To'g'ri, juda barpo qilingan. O'ng tomonimizdagi Ko'k gumbaz jome masjidi Mirzo Ulug'bek tomonidan barpo qilingan. Bu peshtoqlari bilan hammasi saqlangan. Eng tepa yuqori peshtoqida Baqara surasini 127-128 yozilgan. Bundan tashqari gumbazni tagida ham Qur'oni Karim Juma surasini to'liqligicha yozilgan va katta harflar bilan Kufi yozuvida Qur'oni Karim Fath surasining 2 oyati yozilgan. Yana bitta savol bersam maylimi? 14-15-asr deyapsiz. O'shanda barpo qilingan bu? Mirzo Ulug'bek. Demak, Amir Temur bobomiz bu yoqqa kelmaganlar. Kelganlar o'zlari bu umumiy kompleksning qurilishi boshlangan. Qarama-qarshi tomon to'g'rimizda ustozlari
Shayx Shamsiddin Kulol va otalariga maqbara qurdirgan. 1370-yilda bu kompleksning qurilishi boshlangan. Va ana shu Shayx Shamsiddin Kulol maqbarasining yon qismida Saidlar maqbarasi bor. Gumbazi Saidonam deb yuritiladi. Payg'ambarimizning avlodlaridan 4 ta Saidlar dafn qilingan. Shu yerda ilm o'rganishgan va keyinchalik ustoz bo'lib, shu yerga yashab qolishgan va shu yerga dafn qilinishgan. Amir Temurni ustozlari Shayx Shamsiddin Kulolni o'sha qabr toshlari asosiy o'sha ziyoratgohlar hisoblanadi bu. Asosiy qabr 3 metr yer ostiga hisoblanadi. Va ana shu ustozlarini oyoqlari ostiga Amir Temurning otalari Amir Tarag'ay Bahodir ham dafn qilingan. Ziyoratgoh umumiy mana shu yerdan kirib kelinadi. Mana shu yerda Qur'on tilovat qilinib, ziyoratchilar ziyorat ishlarini amalga oshirishadi. Demak, men bu yozilganlar hammasi originalmi? Bu yozilgan qabr toshlar hammasi haqiqiy o'zini davridagi kufiy yozuvida, nastaliq yozuvida Qur'oni Karim oyatlari yoki Oyatul Kursi Baqara surasini 255-oyati yozilgan. Demak, bular hammasi o'sha paytda qilingan, o'zgartirish kiritilmagan, haqiqatdan ham jonli narsalar, to'g'rimi? Haqiqiy hisoblanadi. Qabr toshi bitta shu. Qabr tosh bitta. Asosiy qabr 3 metr yer osti, oyog'imiz ostiga bo'ladi, dafn qilingan. Bu ziyoratgoh uchun shunaqa qilingan bo'ladi. Ziyoratchilar uchun. O'rtoqlar, mana biz ko'rib turganimiz barchasi bizni hech qanaqa o'zbek fuqarolar emas. Bular hammasi mana shu uchalamizdan boshqa hammasi bular turistlar, turistlar. Ichida yuristlar ham bo'lsa kerak. Men aytmoqchimanki, bular hammasi chet eldan kelgan, mana shu maqbaralarni ko'rgani kelishgan. G'aybullo, Jasmina, men shunaqangi badalimda titroq, shunaqa maza qilyapman, ko'zimga yosh kelgisi kelyapti. Haqiqatdan ham ulug' zotlar ekanki, shunaqangi Yevropalardan kelib, Italiyadan, Ispaniyadan kelishib bizni ziyorat qilishyapti. Biz nima deymiz bularga? Rahmat deymiz. Thank you very much. 1 2 3. I love Uzbekistan. Thank you very much. Okay. Quizás, quizás, quizás. Y así pasó los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Yes. Bravo. Bravo. Welcome to Uzbekistan. Богат коврами, хлопком, хлебом, цветущий край, зеленый град, друзья, кто в Шахрисаб, с небом мы просим гости мархамат. Шахрисаб, Шахрисаб, наполнен радостью и светом. Шахрисаб, Шахрисаб, тебе пою я песню эту. La 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 hey la 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 hey gap yo'q. Biz turgan hozir tarixiy bu majmua karvonsaroy hisoblanadi. Koba, ya'ni kufalik ustalar tomonidan qurilgan, faqat o'sha so'zlar fonetik o'zgarishga uchrab, f harfi b ga o'zgarganda va kobaga aylangan. Xalqning nomida, xalqning tilida shunaqa bo'lgan edi. Eski o'tgan karvonlar bu yoqqa kirgan. Karvonlar kelib joylashishgan, savdogarlar orqa tomonida, ya'ni sharqiy tomonda otlarni joylashtirgan otxonasi bo'lgan. Va mana shu bizda turgan joyimizdan kirish asosiy darvozasi. Sababi shamol bizda mana bu g'arbdan esadi. Shuning uchun ham otxonani nariga orqa tomonda qurishgan. Bu yana kompleks hisoblanadi. Savdogarlar kelib joylashishgan va endi meni orqa tomonimda hammom 14-asrda qurilgan hammom. Va uni yondosh bu masjid hisoblanadi. Qarang, savdogarlar kelib, musulmon savdogarlar g'usul qilishgan hammomda va undan keyin namozlarini o'qishgan masjidda va karvonsaroyga kelib damlarini olishgan. Demak, bu o'shanda ham dam oladigan oromgoh bo'lgan-a? Shunday. Ovqatlanishga. Hozirgi asrda 21-asrda ham hozir Kuba degan ovqatlanadigan joy adashmasam. Koba. Qani ketdik. G'aybulla Tursunov, Jasmina, bu o'sha 14-asrda ham mana shu yerlar o'shanda ham oromgoh, ovqatlanadigan joy, nima deydi, karvonlar shuki kelib to'xtab ketgan ekan. Hozir shu haqida gaplashdik tashqarida ham.
Bugungi kunga kelib 21-asrda ham bu hozir Koba deb nomlangan ovqatlanadigan restoran, turistlar uchun, sayyohlar uchun qilingan joy. Judayam ajoyib. Yaxshimi, yoqdimi? Judayam zo'r. Kelinglar, tushlik qilishdan oldin och qoringa ovoz yaxshi ishlaydigan gap bor. Shu gap rostmi? Albatta rost. Qani bitta eslatib ko'rsak, a? Jalan bo'laman deb hammani kuydirasammu, kuygan bu faqirlarni yana yondirasammu. Hey! G'aybulla Tursunov, Jasmina, xush kelibsizlar. Mana Shahrisabzda, ya'ni ichiga qurilgan Kubani restoranini dasturxoni. O'zgacha va ichidagi alohida mana bunaqa elitni xonalar ham bo'lgan ekan. Bu yaqinda bo'lmagan, bu o'sha paytda ham qanaqadir bir отдельный rais xonasi bo'lganmi endi. Hamma yopashida deydigan xona bo'lganmi, karvonboshning xonasi bo'lganmi endi. Kimni xonasi bo'lgan bo'lsa, mana mana shunaqa solidniy xona bo'lgan ekan o'sha paytda. Lekin milliy ruhda qilib qo'yishdi. Milliy Men bu ruhda. so'zanalarni ko'rib hayron bo'ldim. Mana shu so'zanalar Toshkentda hozir kamida $1000 qimmatroqda. Hattoki men o'zimda ham bor, mana yubka qilib tiktirganman. Endi fursatdan foydalanib reklamasi. Bular Toshkentda hozir $1000 dan oshiq so'm turadi. Bular qaranglar, mana so'zanalar. Ana o'rtoqlar biz qilib hozir dizaynerlar ishlayapti. Qimmat. Jasmin juda zo'r narsani aytdi. Bu yerdagi turgan har bitta matolar bular arzon narsalar emas. Hammasi qanaqa bir yevro yoki dollardan narxlanadi, to'g'rimi? Qadimiy, qadrli va qadimiy. Odam juda to'g'ri, eskirgan sari eskirar ekanda. Shuning uchun eskirgan narsani ham, odamni ham hamma narsa qadrlanaveradi. Hozir endi bu 14-asrda barpo bo'lgan ekan. O'sha 14-asrni qanaqadir atmosferasi bilan bu yerda hozir ovqatlanamiz endi shunda. Yashang. Hammaga yoqimli ishtaha, qani ovqatlanib bo'lgandan keyin mazasi haqida keyin gaplashamiz. Qalay o'rtoqlar, kayfiyatlar yaxshimi? Juda a'lo. A'lo, ha? Judayam. Haqiqatan ham yuzimizda kulgu, tabassum bu rozilikdan alomat. Sababi odam rozi bo'lib, xursand bo'lib yursa, kayfiyati yaxshi bo'ladi. Albatta bizda mana shu sayohatimizga Turizm qo'mitasiga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Madaniyat vazirligi bizga rahnamolik qilyaptilar va shu bilan birgalikda yosh ijodkorlar qo'llab-quvvatlash markazi Yulduz bilan sayohat loyihasidamiz. Albatta. Endigi yurishimiz qayerga deb o'ylaysiz? Menimcha Amir Temur muzeyi. Topdingiz. G'aybulla Tursunov, Jasmin, Amir Temur muzeydamiz. Ko'zlarim to'ldi mani, suratga to'ldi mani janona. Ishonib senga qarab, aldanib qoldi mani janona. Ketdi bizak. Sevganim xatodir janona. Ye gap yo'q. Bravo! 5 kere 5. 25. 6 kere 6. 36. 7 kere 7. 49. Kamayib ketib otib borgansan. Birinchi 50 deylardi. Keyin agar ha desa kelishtirib beraman, mayli 49. Ishlar yaxshimi? O'qishlar yaxshimi? Ota-ona yaxshimi? Bu yoqda kimlar yotar ekan? Amir Temurni muzeylariga kelyapmiz a? Birga aylanamizmi? Qani ketdik. Aziz o'rtoqlar, mana biz Amir Temur muzeyiga keldik. Ya'ni Shahrisabzdagi ziyoratgohlardan Ko'k gumbazni oldidagi, ya'ni atrofida bular hammasi joylangan. O'sha
atrofdagi bitta muzeylardan bittasi Amur Temur muzeyi hisoblanadi, adashmasam. Va mana shu ostonasiga kirishingizdan sizni mana shunday gid akalarimiz, ya'ni Davron akamiz ismlari kutib oladilar va sizga butun hamma tarixiy obidalar bilan tanishtiradilar. Va bizga ham mana hozir shay bo'lib yonimizda turibdilar. Davron aka, assalomu alaykum, charchamadingizmi? Assalomu alaykum. Marhamat, birin-ketin bizga sekin tanishtirsangiz. Biz hozir kirib kelgan majmua bu Chubin madrasasi deb nomlanadi. Chubin. 16-asrga oid Temuriylar davrida qurilgan. 1996-yildan boshlab Amur Temur muzeyi barpo qilingan. Ya'ni madrasaning ichki qismida 33 ta hujradan iborat va katta qismida muzey, ya'ni Amur Temur muzeyi barpo etilgan. Toshkent degan yerlardan g'aybilla kamu Jamshid akam Jasmin opam kelibdi. O 8 yoshli qizlari havas bilan qarabdi. Menday bir Jamshid akamga qarasam, hech Qashqadaryoga kelaman deb sochlarini yonboshlariga tarabdi. Ko'pkarida do'stlarim bor, chopayim boshqacha. Qavatimda o'tirgan bugun Jasmin opamning ko'rinishlari boshqacha. Dumbrani qo'lga olib, she'rlarni ham to'qiyman. Istarjanlar bilib qo'ying, Toshkentdagi Madaniyat instituti faklar yo'nalishida 1-kursda o'zim o'qiyman. Молодец. Chorib jibordingiz. Gap yo'q. Ismingiz nima sizning? Ismim Og'abek. Og'abek, iloyim sog' bo'ling. Mana shunaqa baxshilarimiz. Bular noyob eksponat emas, noyob shaxs hisoblanadi. Albatta. Mana shunaqangi kelishimizdan kutib olib, shunaqa qo'shiqlari bilan, do'mbiralari bilan, ya'ni o'zini ovozlari bilan bizni jonli kutib olyaptilar. Joyida improvizatsiya qilib, bizni xursand qildi. Ana. Eng glавный. Bu ham bir motivatsiyaga kiradi. Albatta. Jazbinaxon. Go'zal ijro uchun rahmat. Ijodingizga omad tilaymiz. Ha, zo'r. Marhamat. Davron aka boshlang. Qani ketdik. Bismillah. Vau. Judayam zo'r, Judayam zo'r. Haqiqatan ham Amur Temur qadam qo'yganmi bu yerga? Amur Temurdan keyin 16-asrda barpo qilingan madrasa hisoblanadi bu. Keyin barpo qilingan. 1996-yilda Amur Temur muzeyi tashkil qilingan. Asosiy zallarimizdan biri hisoblanadi. Mana shu eksponatlar bilan boyitilgan. Hop, nimalar bizda hayron qoldiradigan eksponatlarimiz bor bu yerda? Bu Amur Temur taxti ramziy ma'nodagi 8 qirrali qilib ishlangan. Keyin yasalgan bu. Keyin yasalgan 8 qirrali qilib jannatning 8 darvozasi bor deyiladi. O'shaning uchun ham 8 qirrali qilib yasalgan. Undan keyin ustunlarchi. Bu ustunlar qadimiy 14-asrga oid bo'lgan ustunlar. Rostakasi biz. Bular haqiqiy. Mana shular. Qani kelinglar, mana shu ustun bitta ko'raylik. Bu yaqin o'rtada mana xalq bilan birga yasalmagan. Bu haqiqiysi. Bu haqiqiy original. O'sha original o'sha paytdagi o'ylang, nechinchi asr dedingiz? 14-asrda. 14-asr. Amur Temur ushlagan. Qoyil. Qaysidir ma'noda, majoziy ma'noda. O'zi ushlamagan bo'lsa ham nevarasi ushlagan yoki o'sha atrofdagilari, o'sha tengdoshlari, o'rtoq. Demoqchimanki, o'sha taxtda turibdi o'shandan. Qayerda saqlangan ekan o'shanda? Bu Shahrisabzdagi Ko'k Gumbaz masjidi birinchi borgan joyimizda saqlanib qolgan. Saqlanib qolgan, yaxshi buni yo'qotib yuborishmagan ekan. Shunday. O'rtoqlar, biz juda ham men hayron qolyapman. O'sha davrga tushib qoldim men. Haqiqatan ham maza qilyapman. Masjidda tug'ilib o'sganimdan xursandman. Shularni o'zim ko'zim bilan ko'rib, qo'lim bilan ushlaganimda. Jasbek. Biz ham rosa xursandmiz. Bu haqiqiy o'ziniki ekan. Qaranglar, bitta o'yib chizilganda, bunaqasi вообще eski tarixga qaytgandek bo'lyapmiz. Albatta, bu ustunda nimalar bor endi? Davron aka, bu geometrik naqshlari va islomiy deyiladi va gullik ana shu naqshlar bilan bezatilgan. Bir ustalarda bir qanaqadir bir man qildim degan narsada bir belgilar. Ba'zi bir joylarida o'sha ustalar tomonidan belgilar yoki ismlarini yozib qolish holati bo'ladi, lekin bu juda ham qadimiy bo'lgani uchun saqlanib qolmagan. Saqlanib qolmagan, demak, Sizlar kovoy bo'lib qolgan. Bu o'sha qurtlar, o'sha yillar davomida o'sha kapalaklarni
Endi baribir xohlasa Yillarni ta'siri bo'ladi-da baribir. ta'siri bo'ladi. Qoyilman. Qoyil akajon. Qani qolganiga o'tamiz. Amir Temur davlati sariq rangda berilgan hududlarni barchasi Amir Temurga tegishli bo'lgan davlatning chegaralari, hududlari. Mana bu siyoh rangdagi hudud Amir Temurning shaxsan o'zi boshqargan hududi. Sariq rangdagi hududlar ulpon to'lab, soliq to'lab turgan va alohida oq rangda bu yerda berilgan Misr Damashq shahriga kelganida Amir Temur Misr sultonlari Damashqqa kelib o'zlari taslim bo'lishgan. Bugungi kunda hozirgi o'sha ijtimoiy tarmoqlarda juda ham mashhur bo'lgan muqaddima kitobida ham xuddi mana shu ma'lumotlar berilgan. Ya'ni Amir Temurning o'sha Damashq shahriga kelganligi va Misr sultonlari Amir Temurga o'zlari taslim bo'lganligi haqida. Bu yerda hech qanaqa Fransiyaga taalluqli joyi bo'lmagan-a? Yo'q. Menga shunaqangi tikta joyda tortishib qolaman. Amir Temur Fransiyani ham bosib olgan dedi. Fransiyaga bormagan Amir Temur. Faqat Fransiyada u insonni qurollari, qanaqadir xuddi shunaqa tarixiy ashyolari o'sha yerda qolgan, saqlanib qolgan. O'shani hisob qilichi, masalan, Fransiyani bir muzeyda turibdi Amir Temurda. Qaysidir jangda ishlatgan qilichi, chunki qilichi ko'p bo'lgan. O'sha qilichidan bittasi Fransiyada turganini hisobiga Fransiya Amir Temur bizniki degan taxminlari ham bor. Chunki Amir Temur juda ko'p davlat talashadi biznikida. Chunki haqiqatdan ham sohib Qur'on. Qani, marhamat. Bu yoqqa qayerga kelyapsiz, Davron aka? Bu panorama surat chizilgan 1365-yilda hozirgi Toshkent viloyati Chinoz tumani Chirchiq daryosi bo'yida Amir Temur va Mo'g'ullar o'rtasida, ya'ni Ilyos Xo'jaga qarshi Amir Temur jang olib boradi. Bu tarixda Loy jangi yoki jangi Loy deb nom qoldirgan. Juda ham ko'p. Xuddi mana shu, ha. Shu Amir Temur shu yerda laqabni shu yerda olgan. Yo'q. Langdi. Ha. Temur Lang laqabini Loy jangida Xitoyga ketishda olgan. Yo'q. Loy jangini ham eshitgan. Loy jangida, ha. Bilmayman qayerda Amir Temur u laqabni orttirgan, lekin oyog'iga o'q tegib yaralangan. Lekin bu Loy jangi haqida tarixda batafsil eshitganmiz. 1365-yilda bo'lib o'tadi. Juda ham ko'p yomg'ir yog'ganligi sababli otlar tizzasigacha loyga botib ketgan. Faqatgina mana shu panoramamizda orqa tomonimizga buriladigan bo'lsak, bu yerda Amir Temurni ittifoqdoshi Amir Husayn jangga kirmasdan qochib ketadi. Va natijada Amir Temurni qo'shini oz sonli bo'lib qoladi va birinchi va oxirgi mag'lubiyati Mo'g'ullardan Amir Temurning mana shu jangda bo'lib o'tgan. Juda ham yaxshi. Men haqiqatan ham qancha bilgan sari shuncha savodsiz yoki ilmsizligimiz bilib boraveramiz-ku, qancha kitob o'qigan saringiz, qancha bilgan saringiz, shuncha bilmaganingizni bilib borasiz. O'shaning uchun men aytaman, bugungi mana shu sayohatimizda ham, bugungi ziyoratlarimizda ham juda ko'p narsalarni aniqlayapmiz va aniqlashda davom etamiz va keyingi manzilimizga ham yo'l olamiz. Sayohatimizni davom ettiramiz. Ketdik. O'rtoqlar, ziyoratimiz davom etadi. Biz mana shu maqom markaziga, maqom saroyiga, madaniyat saroyiga kelishimizdan oldin bitta narsaga ko'zim tushdi. Ya'ni Lola Qizg'aldoq degan qirlarda, adirlarda, gullarni ko'rganmiz. Lola sayillarga chiqqanmiz. Bu tog'larda, bog'larda ko'rganmiz, lekin daraxtini ko'rmagan ekanman. Biz ham ko'rmaganmiz. Bu tabiatni qarang, noodatiy narsalar ko'pligini, ya'ni bu ham O'zbekistonda, Shahrisabzda mana shu orqamizda turgan daraxt, mana shu mayli mashini qurganini sindirdim. Qarang, haqiqatdan ham lolaga o'xshayr ekan, lola degan daraxt. Bu o'sha eski 10-chi, 15-chi, 20-chi asrlarda qolib sekin-sekin mana shunaqa yo'qotmasdan olib kelayotgan daraxtlardan bittasi. Endi biz hozir kiradigan joyimiz bilasizmi qayer? Ya'ni yurtboshimiz tomonidan katta e'tibor berilyapti. Nimaga e'tibor berilyapti desiz, san'atga. Qanaqa turiga, qaysi turiga san'at desiz, maqomga. Maqom mana yaqinda bundan bir necha yil muqaddam maqom markazi ochildi, madaniyat saroylari ochildi, maqom festivali bo'lib o'tdi bu yerda. Eshitdik. Eshitgansizlar? Eshitdik. Ana shu yurtboshimiz tomonidan qilingan e'tiborlarni biz hozir ro'yobini, hozir bir e'tirofini ko'rib o'tamiz, birgalashib aylanamiz. Qani ketdik.
ekansizmi? Amakim o'rgatgan. Bravo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Judayam chiroyli, jo'ravoz, hamnafas trio haqiqatdan ham biz juda ham xursandmiz. Maqom muzeyiga kelib sizlardan bahramand olib, men yoshligimizda eslaylik, bunaqa joylar bormi? Bunaqa chiroyli e'tiborlar bormidi? Bunaqa kafelni ustida ashula aytish bormidi? Bitta hali muzikalli joyga kirib qolsak, "Hey, tez bo'l." Haydab borar. Yuragimiz og'rib qolib ketardik. Mana qarang chiroyli joylar. Ko'z tegmasin ilohim, birgalashib ziyorat qilamiz. Qani, keling. Hormanglar. Mana ikkinchi qavatga ham chiqib oldik. Albatta men adashmasam bu yerda qarang, hamma narsa joy-joyida. Davron aka, biz qayerga keldik? Bu 2018-yilda prezidentimiz tomonidan tashabbuslar bilan Maqom muzeyi tashkil qilingan va Shahrisabz shahrida Maqom xalqaro festivali bo'lib o'tgan. Mana shu festivalga bag'ishlab qurilgan, tashkil qilingan muzey hisoblanadi. Muzey. Mana shu muzeyimizda hozirgi kundagi rahbari, o'sha Maqom bo'yicha festivalda 2-o'rinni sohibi bo'lgan Doniyorjon mana shu haqida bizga. Doniyor aka, assalomu alaykum. Men maqomchilarni yaxshi ko'raman, san'atkorlarni, mana G'aybulla Tursunov, hamda Jasmin. Biz mana shu yerlarda aylanmasdan ketmasak, menimcha ziyoratga kelmadingiz bilan bir xil bo'lib qoladi. Xuddi shu. Marhamat aka, bo'lmasa sekin mana shu eski tamburlar haqida, shu muzey haqida bir ma'lumot, qisqacha ma'lumot berib ketsangiz. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Maqom muzeyimiz aytib o'tganlaridek 2018-yil xalqaro maqom anjumani arafasida maqom muzeyimiz tashkil topdi. Mana shu maqom muzeyimizda bir jihatlaridan biri bo'lim qilib ishlangan, ya'ni o'sha Buxoro Shash maqomi, undan keyin Toshkent Farg'ona maqomlari, keyin Xorazm maqomlari va Qashqadaryo, Surxondaryoda tug'ilib o'sgan taniqli san'atkorlar fotosuratlar, ularga tegishli bo'lgan eksponatlar saqlanadi. Maqom muzeyimizda 200 dan ortiq hozirda eksponatlar saqlanadi. Eng qadimiy eksponatlarimizdan miloddan avvalgi 5-6 asrlarga taalluqli bo'lgan friz, mana bu Zarushtiylik diniga taalluqli bo'lgan ostadon, mana shu qadimlarimiz eksponatlarimiz eng qadimiy eksponatlardan hisoblanadi. Bu frizlarimiz Surxondaryo o'sha aybdorlardan topilgan 5-6 asrlarga taalluqli. Buni haqiqiy original nusxasi Sankt-Peterburgda saqlanadi. O'shandan bu nusxa olingan bu. Nusxasi olingan. Haqiqiysi Sankt-Peterburgda saqlanadi. Maqom muzeyimizning yana bir jihatlaridan e'tibor bergan bo'lsangizlar, oq-qora ranglar ko'proq ishlatilgan. O'sha prezidentimizni maqom to'g'risidagi 2017-yilda chiqargan qarorlari tufayli maqomlarimiz qorong'ulikdan, ya'ni yorug'likka chiqdi degan ma'noni ham anglatadi. Demoqchimizki, gapingizga ilova qilaman, maqom qorong'ulikda qolib ketgan edi. Shunday. Buni biz yorib olib chiqdik. Rostdan ham maqom alohida Yunus Rajabiy nomida institut bo'lib alohida tashkil qilindi. Bu haqida institutlar, alohida professor, olimlar, ustozlar, maqomshunoslar ishlayapti buni ustida. Chunki yoshlarimiz maqomga bo'lgan e'tibor. Bu albatta yurtboshimizni odilona siyosati, respekt, tasanno davom etamiz. Bu tamburimiz 1948-yilda toshkentlik ustalar tomonidan yasalgan. Tamburni asosiy o'sha Shash maqomida yetakchi sozlardan hisoblanadi. Tamburimizni mana bu kosaxonalari o'rik daraxtidan yasalib, dastalarda tut daraxtidan ko'proq o'sha yasalanadi, ishlov beriladi. Keyingi soz musiqa cholg'ularimiz qadimiy o'zimizning milliy musiqa cholg'ularimizdan dutor
Dutor, ya'ni o'sha ikki tor degan ma'nolarni ham anglatadi. Tamburdan ko'ra qadimiyroq. Qadimiyroq albatta. Bu dutorga alohida o'sha maqomlar ham yaratilgan, dutor maqomlari ham mavjud o'sha Xorazm vohamizda ham. Bu ham qadimiy cholg'ularimizdan hisoblanadi. Dutorni ma'nosini bildinglar-a? Du ya'ni ikkita sim degan ma'noni bildiradi. Shunday, du, tor. Tor degani sim degani. Shunday. Juda ham yaxshi. Davom etamiz. Aka, mana bu turgan bahaybatli bu karney nimaniki? Bu insoniyat tarixida birinchi bo'lib yaratilgan o'sha o'zidan musiqa chiqargan plastinka, gramofon deyiladi. Germaniyalik olim birinchi bo'lib yaratgan buni. Germaniyalik olim. Yevropadan kirib kelgan va O'zbekistonda ham o'sha birinchi bo'lib Toshkentda bu mana shu karneylardan ovoz chiqargan. Bunga plastinka qo'yib, o'sha yonida ruchkasi bor, o'shani aylantirib ovoz chiqarilgan bundan. Ha, ruchnoy bo'lgan. Ruchnoy bo'lgan, ha, shunday. Buni o'sha mutaxassislar hozir ham ishlatishadi, bundan ovoz hozir ham ishlaydi bu. Mana ko'p eshitdim, bizni Mamakalda o'qiganman, bizni xonamizda bo'lardi, u yerda ishlardi. Maqom plastik bo'lgan. Bunda boshqacha chiqar ekan lekin. Rost degasim o'sha davrga tushib, живой eshitgandek bo'lasiz. Shunday. Zvuk shunaqa yaxshi chiqardi. Albatta. Ustoz, agar ruxsat bersangiz, Maqom muzeyimizda yana bir noodatiy musiqa cholg'u bor. Bizga notanish bo'lgan. Shuni ko'rsatmoqchiman. O'shalarni ko'rsating. Marhamat. Qani? Kinkado deyiladi bu. O'sha 2018-yilda Xalqaro maqom anjumani festivaliga tashrif buyurgan yaponiyalik musiqachilar tomonidan mana shu kinkado maqom muzeyiga sovg'a qilingan. Bu kinkado o'zlarini o'sha yaponlarni sakura degan maxsus daraxti bo'lar ekan. O'shandan mana shu musiqa cholg'u yasalar ekan. Kinkado. O'rtoqlar, Yapon milliy cholg'usi hisoblanadi bu. O'rtoqlar, mana ko'ryapsizlarmi, san'atda ham qanaqangi qirralar bor, qanaqangi musiqiy cholg'u asboblari bor. Biz hali ko'rmaganmiz. Ko'rganmisiz? Men birinchi marta ko'rdim. San'atda ham qancha yurganmiz bo'lmasa, mana shularni ko'rmagan ekanmiz. San'at ham cheksizda, Bu odam yillab bu haqida gapiryapti. G'aybullajon to'g'ri borib doirani oldilar. Bu ham yaxshilikka. Chunki o'zini musiqa asbobini yaxshi ko'radi. Juda ham yaxshi. G'aybulla, nima olyapsiz? Jasmin? Voy, juda ham ko'p bilim olamiz. Albatta. Bilmagan narsalar. Endi ziyorat, sayohat deganda biz mana shunaqa narsalar tushunishimiz kerak aslida. Biz ziyorat, sayohat deganda ko'pincha hozir basseyni bormikan? Baloni bormikan? Suv issiqmikan? Xalati bormikan? Ziyorat, sayohat mana aslida mana shunaqa bilmagan narsalarni o'rganamiz. Doniyor aka, sizga katta rahmat. Bizni maqomimiz o'zbek san'atidagi, o'zbek tarixidagi eng buyuk namoyandalarimizdan bittasi. Mana shu ustozlarimizni xotirlab keldik. Mana shu maqomimizga ko'z tegmasin. Sizga rahmat. Biz esa sayohatimizni davom ettiramiz. Rahmat aka. Rahmat ustoz, sog' bo'ling. Zo'r ekan-a? Halol. Davron aka, juda ham rahmat. Mana hozir opalarimizcha chiroyli kutib oldilar. G'aybulla Tursunov, Jasmin hamda Kamina Jamshidbek Davron akasi bilan birgalikda Oq saroyga keldilar. Amir Temur hazratlarimiz tomonidan barpo etilgan tarixiy obida. Keling bo'lmasa bir yaqindan tanishtirasiz bu yerda.
Oqsaroy majmuasi mana shu biza kirish portalini o'rta qismida turibmiz. Mana shu yerdan 3 ta arka bo'lgan va mana shu to'g'rimizda kirish darvozasi 10 metrlik bronzadan darvozasi bo'lgan. Hozirgi kunda bizgacha saqlanib qolmagan. Saqlanib qolgani ikkita mana shu ustunlar, kirish darvozasini ikkita ustunlari saqlanib qolgan. Koshinlari yuqorida ko'rib turgan barchasi bu o'zini 14-asrdagi holatidagi asl holatda saqlanib qolgan. O'sha 14-asrda bo'lgan. Buni O'sha paytdan qolgan-a? boya aytdim, germaniyaliklar buni eplolmagan. Yozuvlari ham eski. Yozuvlari arab yozuvida yozilgan. Eplolmagan. Mana arabcha yozuvlar, bular bu yerda hammasi o'sha aytdim-ku, o'shaga. Qani marhamat, sekin ichkariga qarab yuramiz. Yuringlar. Marhamat. Davron aka, bu nima bu toshlar? Bu xarsang toshlar Oqsaroyni poydevori sifatida ishlatilgan. Mana shu biz turgan joylarni o'sha yer ostilari qazib o'rganilgan arxeologlarimiz tomonidan va bu toshlar chiqarilgan. Oqsaroyni poydevoriga ana shu xarsang toshlar ishlatilgan. O'rtoqlar, mana necha yil oldin shishali toshlar. Mana hozir moda. Ichida fosfori bor, yaltirab turadigan toshlar mana hozir moda. Ha, bu necha asr oldin buni Buni qanaqa kesishgan, qanaqa razmerlarni. Oddiy ustun sifatida ishlatilgan xolos. Bizda hozir buni fundament anaqaga qo'yishyapti. Fasadlarga ishlatishyapti bularni. Yaltirog'i bor uchun. Biz bilmaymiz. Mana bilyapmiz. Siz ham biling, siz ham ko'ring va siz ham keling. Turizm qo'mitasi, Madaniyat vazirligi, ijodkor yoshlarni qo'llab-quvvatlash markazi, Yulduz bilan sayohat siz uchun davom etadi. Qalay bo'ldi? Juda ham zo'r. Sayohatlar yaxshimi? Ziyorat zo'r bo'ldi, zo'r. Bu qonga ham foyda ekan. Bugun adashmasak bir 20 kilometr yurdik-a. Da. Yayo yurishlarimiz, mayli endi mashinalarga. Qo'yingki o'yin kulgu, qo'yingki ziyorat. Ziyorat. Endi Davron aka, bizga mana shu juda katta bahaybatli haykal haqida, Amir Temur Sohib Qur'onning haykallari haqida ma'lumot bering. Xo'p, mana shu Amir Temur haykali 1996-yilda birinchi prezidentimizni tashabbuslari bilan Shahrisabz shahrida Amir Temurning 660 yillik yubileyi nishonlangan. Va mana shu yilda Amir Temurning haykali Shahrisabz shahriga o'rnatilgan. Buni sababidan biri Amir Temurning yoshligi, Kesh viloyatida shu yerda o'sib ulg'ayganligi sababli tik oyoqdagi haykali o'rnatilgan. Bundan tashqari Samarqand shahrida taxtning ustidagi haykali bor. U taxtning ustida sababi, taxtning ustida o'tirganligining sababi Amir Temur mamlakatning poytaxti bo'lgan. Toshkentda otning ustidagi haykali bor. Sharqiy tomondagi yurishlari Toshkentdan boshlangan. Mana shu sabablarga ko'ra O'zbekistonning 3 ta hududiga Amir Temur haykali o'rnatilgan. Har bittasi ma'nosi bor. Albatta ijodkor yoshlarni qo'llab-quvvatlash markazi hamda Turizm qo'mitasi va Madaniyat vazirligi, Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi barcha rahbariyatlarimizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bugungi ziyoratlarimiz, sayohatlarimiz juda ham maroqli va mazmunli bo'ldi. G'aybulla Tursunov, Jasmin hamda bizni dunyo tilida aytganda gid, o'zimiz tilida aytganda Davron akamiz bizga yo'lboshchilik, yordam berdilar. Va bugungi sayohatimiz hali tugagan yo'q. Hali sizlar bilan birgalikda kechqurun soat 19:00 da yoshlar bilan birgalikda ijodiy konsert dasturimiz bo'lib o'tadi. Konsert mutlaqo jonli va bepul. Hammanglarni kutib qolamiz. Biz esa sayohatimizni davom ettiramiz. Ras. Shahrisabz. Assalomu alaykum. Qo'shiqlar siz uchun. Yuragim to'ldi mani, bu qalbim oldi mani janona. Ko'zlarim to'ldi mani, shu dardga qoldi mani janona.
begona alam qilardi menga yomoni. Savollarni sizlarga beraman. Topa olmaysizlar. Yo topasizlarmi? Ayollar qachon kam gapiradi? Qachon kam gapiradi ayollar? Qachon? Nima dedilar? Pul olganda ding. Xato. Qachon? Kim mashq qilsa? Mashq qilsani chiqarib yuboringlar, mashq qilsa. Keling qizim, keling. Mana shu ko'k ko'ylakdagi qiz. Keling bu yoqqa. Bu qiz bilar ekan qachon gapirmaslikni. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Qayerlisiz? Shahri Sabzli. Og'zini to'ldirib shahri Sabzdaman deyishini qarang. 6 kere 6 36. 7 kere 7 49. 9 kere 9 81. Bu chip qo'yilmaganmi? Bitada topyapti bu qiz. Ayollar qachon ham gapiradi? Fevral oyida. Nimaga? Chunki fevral oyi 28. Qarang. Mubinaxon, katta qiz bo'ling, ilohim baxtli bo'ling, sizni ota-onangiz rohatingizni ko'rsin. Mana shu Instagram ishlatasizmi? Ishlatmaysizmi? Dunyoda eng zo'r qiz ekansiz. Yashayapsizmi ish qilib? Telefon. Yoqdimi sovg'a? Ha? Rahmat. Rost akasini telefon ekanmi? Yengimi? Ha, yangi. Ochilmaganmi? Ochilmagan. Gap yo'q. Qarsanglar. Atir kunlar bilan yo'llarim kutganlarimizning kutganlari bor. Uzoqdan termulib hatto rashk qilib sevganlarimizning sevganlari bor. Sevmagin degandi qanchadan qancha nima ham qilardim yuragim parcha. Devonalarchami yo dilbalarcha sevganlarimizning sevganlari bor. Sevganlari bor. O'zbekistonda eng tez yuradigan mashina BMW. Yo'q. Eng tez yuradigan mashina bormi og'riq? Matiz? Yo'q, javob. Eshiti, jim. Eshtinglar. Nima eshtinglar? Raqami yo'q mashinada. Qarsanglar bo'lsa. Nomeri yo'q mashina O'zbekistonda juda tez yuradi. Chunki nomeri bor BMW Mercedes olmaydimi? Deganda o'zi bo'ldi, qaytib tez yurmaydigan bo'lib ketadi. To'g'rimi aka? Ke bolam. Podpiska bo'lgan ekan, gap yo'q. Mantiqiy savolimizga javob. Nomeri yo'q mashina O'zbekistonda tez yuradi. Sovg'alar. Gap yo'q. Telefon, iPhone 40. Taqdir ham kulganday qildimi o'yin. Sevgi jon sinaving bunchalar qiyin. Yondirib, kuydirib qaraydi mayin. Sevganlarimizning sevganlari bor. Yaratgan ko'nglimga ishqini solgan. Erkaligi bilan hayolim olgan. Bir boshimga mingta savdolar solgan. Sevganlarimizning sevganlari bor. Sevganlari bor.